Meni bu kasbimga qiziqishimning sababchisi avvalo rahmatli onajonim bo'ladilar. Onajonim shu sohada yillar mobaynida faoliyat olib borganlar. Onamni kasbga bo'lgan mehrini ko'rib, bolalarga ko'rsatgan g'amxo'rlik, muhabbatlarni ko'rib, menda ham bu kasbga muhabbat uyg'ongan. Ba'zida shunday kunlar bo'ladi, o'zimizning uyimizda kayfiyatimiz yo'q bo'lib kelgan vaqtlari ertalab bolajonlarimizni bizga yugurib kelib bag'rini ochib, bog'chapa deb yugurib kelgan vaqtlari hamma g'am anduhlarimizni unutamiz. Mashg'ulot mobaynida bolajonlar bog'chapa bugun nima o'tamiz? Kecha o'tgan mashg'ulotingizni uyga borib aytib berdim. Ayajonim, dadajonim rosa xursand bo'ldilar. Bugun nimani o'tamiz degan vaqtda ich-ichimdan xursand bo'laman. Demak, kechagi mashg'ulotim bolajonlarning yuragidan joy olibdi deb o'zimda yana kuch uyg'onadi. Bolalarga yanada mehrim oshadi, kasbimga yana mehrim oshadi. Mana 10 yildirki mana shu sohada faoliyat olib borayotgan bo'lsam, doim menga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, ota-onalar bilan ishlashda ham, farzandlarga bilim, tarbiya berishda ham to'g'ri yo'lni ko'rsatgan ustozim hamda bog'chamiz direktori Sanibir opa Karimjonova bo'ladilar. Ustozimga ming rahmat aytaman. Hurmatli ota-onalar, jondan aziz farzandingizni menga ishonib topshirganingiz uchun, har doim qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizlardan minnatdorman. Farzandlaringiz ishonchli qo'llarda. Aziz ota-onalar, biz birgalikda, hamjihatlikda yelkama-yelka ishlasak, farzandlarimiz yanada o'sib unadi, kamol topadi.